1370-yil Amir Temur katta qo'shini bilan Amir Husaynga qarshi katta jang olib bordi va shonli g'alaba qozondi. Jangdan so'ngra Shayx Said Baraka 1370-yil 15-mart kuni Amir Temurga davlat ramzlari bo'lmish nog'ora hamda bayroqni topshirdi. Shu kundan e'tiboran Amir Temur Mavarounnahrning mutlaq hukmdori etib e'lon qilindi. 1395-yil Terek daryosi bo'yidagi ikki buyuk hukmdorning shiddatli to'qnashuvi Oltin O'rda hukmdori To'xtamishxon hamda jumla Mavarounnahr va Xuroson o'lkasining yagona sohibi Amir Temur o'rtasidagi qonli to'qnashuvda buyuk sarkarda bobomiz Amir Temur mutlaq zafar qozondi. Bu bilan Amir Temur turkiylarning birligini saqladi va vatanini himoya qildi. Biz kim mulki Turon Amiri Turkistonmiz. Biz kim millatlarning eng qadimiy va eng ulug'i turkning eng boshimiz. Agar bizning qudratimizga shubha qilsak, biz qurgan imoratlarga boq.